Bularning barchasini o'zimiz boshdan kechirishimizga to'g'ri keldi. Avvaliga qiyin daqiqalar bo'ldi, chunki yaxshi o'ynayotgan bo'lsak-da, hisobda ortda qolayotgandik. Menimcha, o'yin doimo bizning nazoratimiz ostida edi. Ko'plab vaziyatlar bo'ldi, ammo futbolda shunday holatlar ham bo'lib turadi. Menimcha, o'yin doimo bizning nazoratimiz ostida edi, ammo futbolda shunday holatlar ham bo'lib turadi. Aynan shunday lahzalar uchun men murabbiy bo'lganman. Hozirgina yigitlarga ham aytdim. Futbolchilik faoliyatim tugagach, ana shunday tuyg'ularni yana his qilish uchun murabbiylikni tanladim. Bu shunchaki murabbiylik menga yoqqani uchun emas. Zaxira o'rindig'ida men ham sizlar kabi iztirob chekaman. Ammo futbol uchrashuvi, ayniqsa biz argentinaliklarga baxsh etadigan his-tuyg'ularni hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Yana bir bor bularni boshdan kechirish men uchun ta'riflab bo'lmas darajadagi baxt. Chunki biz qanday vaziyat bo'lmasin, oldinga intilishdan va o'z futbolini namoyish etishdan to'xtamaydigan jamoani ko'rdik. Axir futbolning asl mohiyati ham shunda. Albatta, taktika va strategiya muhim, ammo bugun ko'rsatgan xarakterimiz bo'lmaganida biz musobaqani tark etgan bo'lardik. Leo Qatarda aytganidek, bu jamoa sizlarni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bu haqiqatan ham shunday. Buni his qilish mumkin. Men juda hayajondaman. Leo uchrashuv yakunida juda hayajonlanganingiz ko'rindi. Bugun jamoa yurak va iroda evaziga g'alabaga erishdi. 20 daqiqa ichida o'yinni butunlay o'zgartirib, 3 ta gol urdi. Bu uchrashuv sizda his-tuyg'ulardan tashqari yana qanday taassurot qoldirdi? Agar o'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, mening fikrimcha ustunlik doimo Argentina tomonida bo'ldi. Raqibda 2-3 ta xavfli hujum bo'ldi xolos. Misr juda kuchli jamoa, tarkibida yuqori saviyali futbolchilar bor. Ammo biz penaltidan tashqari birinchi bo'limning o'zidayoq 3-4 ta 100% gol vaziyatini qildik. Agar hisob bizning foydamizga 2-1 yoki 3-1 bo'lganida, hech kimda hech qanday savol tug'ilmagan bo'lardi. To'p hech qanday yo'l bilan darvozaga kirmayotganini, ikkinchi golni o'tkazib yuborganingni va raqib himoyalanishda o'zini qulay his qilayotganini ko'rganingda ham harakat qilishdan to'xtamaslik kerak. Ikkinchi bo'lim o'rtalaridagi suv ichish tanaffusida yigitlarga aynan shuni aytdik. Oxirigacha o'ynang, birorta ham to'pni yo'qotilgan deb hisoblamang va o'z futbolimizni namoyish etishda davom eting.